Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Klimix haqida juda ko'p gapirganmiz. O'sha o'z vaqtida keladigan Klimix haqida ham, muddatidan avval bo'ladigan Klimix haqida ham juda ko'plab gapirilgan. Kanalda ham ko'plab videolar bor, lekin shunga qaramasdan qaytarib turish kerak baribir ma'lumotlarni. Ya'ni qaytarib turish degani takrorlab turish kerak, chunki o'sha videolar eskirib ketganligi sababli, ancha tepada qolib ketganligi uchun topolmasligi mumkin. Shu sababli ham Klimix haqida savollar bo'lib turadi va bitta savolni biz muhokama qilgan edik. Muhokamaga tashladim men, ya'ni Klimixni davolash kerakmi yoki kerak emasmi degan. Chunki bu savolni berishimga maqsad, kommentda bitta savol qoldirilganda, Klimix davolash shart emas ekan, o'z vaqt soati bilan o'tib ketadi. Chunki davo topmadim. Shuning uchun ham bunga vaqtlarini, pullarini ketkazib o'tirmanglar deb bir kishi fikr qoldirgan ekan va shuni asosida men savol bergandim, lekin absolyut ko'pchilik kishi, ya'ni bu savolga javob berganlarning aksariyati davolash kerak degan fikrda aytishgan. Bu albatta juda to'g'ri fikr. Bugun bu videoda o'shanda aytdim, keyinchalik kelajakda bu narsaga to'xtalib o'tamiz deb. Bugun bu videoda ana shu narsa haqida ozgina tushuncha berib qo'ymoqchiman. Demak, boshladik. Ma'lumki, Klimix degan narsamiz bu menopauzaga chalg'itmaslik kerak. Menopauza deganimiz bu ayolda qondan qolishi, hayzdan qolishi. Endi Klimix degan narsamiz bu ko'proq o'sha tuxumdan yetishmovchiligi bilan bog'liq, ya'ni gormonal yetishmovchilik bilan bog'liq. Tuxumdonda follikulyar zaxira tugagandan keyin follikul yetilmaydi, yorilmaydi. Natijada gormonlar yetishmovchiligi yuzaga keladi va buning oqibatida ayollarda organizmi hammasi o'sha estrogenlarning ostida bo'ladi. Butun nerv tizimi ham, suyaklari ham, hamma joyda, xullas, terisi, boshqasi hammasi shuni ostida bo'ladi, gormonlar ta'siri ostida va bu gormonlar yetishmagandan keyin hamma joyda muammolar kelib chiqishni boshlaydi. Mana shu narsa Klimix deb yuritiladi. Ya'ni kimdirligi qizishlar bo'ladi, boshqa bo'ladi, kimdadir bo'lmaydi. Kimdadir suyak mo'rtligi bo'ladi. Ma'lumki, estrogen degan gormonimiz bu kalsiyni suyakka o'tkazib berishini ta'minlab beradi. Ya'ni suyakda kalsiyning ko'pligi mana shu estrogenga bog'liq va Klimix bo'lganda yoki o'sha tuxumdan yetishmovchiligi boshlangandan keyin ayolda estrogen yetishmovchiligi boshlanadi. Natijada kalsiy suyakka o'talmaydi, suyagi mo'rt bo'lib qoladi. Kimdir bilsa, mana yosh katta ayollar yiqilib tushib suyagini sindirib olsa, oyoqni sindiradimi, qo'lni sindiradimi, ko'pchilik aytadi, endi shu siniq bilan o'tib ketadi deydi. Ya'ni bu sinig'i bitmaydi endi deydi. Sababi bu kalsiy yetishmovchiligi bilan bog'liq. Ya'ni qonda kalsiy yetarli, lekin estrogen kamligi uchun kalsiy suyakka o'tmaydi. Shuning uchun ham shunaqa mo'rtlik bo'ladi. Yoki kinni quruqligi. Ayrim ayollarda Klimix paytida o'sha kin sohasidagi noxush hislar, bijirlash boshqa bo'ladi, kin quruqligi bo'ladi, jinsallikka kirish olmaslik bo'ladi. Bular ham estrogen yetishmovchiligi bilan bog'liq. Ya'ni estrogenning ta'sirida qinni shilliq qavati yaxshiroq o'sadi. Qinni shilliq qavatining epiteliyasi yaxshiroq o'sadi va shilliqni ko'proq ishlab chiqaradi. Shuning uchun ham estrogen yetishmovchiligi bo'lsa, qinni quruqligi bo'ladi. Siydik yo'llari ham shu jumladan, siydik yo'llari ham yupqalashib qoladi. Shuning uchun ham yosh katta ayollarda Klimix bo'lgandan keyin siydik tutish bilan bog'liq bo'lgan yoki tez-tez bo'lib qoladi, siydik tutolmaslik bo'lib qoladi, umuman ko'p infeksiya tushadigan bo'lib qoladi. Va haliga aytganim vaginitlar deymiz, qinda shamollashlar ham nisbatan ko'proq uchraydigan bo'lib qoladi yosh katta bo'lgandan keyin. Bularning hammasi estrogen yetishmovchiligi bilan bog'liq. Yoki nerv tizimi deb aytdik, bosh miyani ishlashi ham estrogenga bog'liq ayollarda ayniqsa va Alzheimer kasalligi degan kasallik rivojlanishi mumkin estrogen yetishmovchiligi oqibatida. Shuning uchun ham haligi ko'pchilik yosh katta ayollarni kuzatgan bo'lsalaring, diqqatni pastligi, xotirani pastligi kuzatiladi. Ya'ni xotirani pastligi deganda bu nima desa bo'ladi? Yerga urish yoki masxaralash emas. Shunchaki mana kuzatsalar shunaqa bo'ladi. Erkaklarda kam bo'ladi bu narsa, ayollarda ko'p bo'ladi. Nevaralarni otini adashtirib oladi. Mana uyda 3-4 ta nevara bo'ladigan bo'lsa, bir-biriga chalg'itib yuboradi. U atalab qilmaydi. U o'sha bosh miya bilan bog'liq, ya'ni bosh miya gormon yetishmasligi bilan bog'liq. Yoki nimalarnidir eslolmaydi. Erkaklarga nisbatan, shu yosh katta erkaklarga nisbatan yosh katta ayollarda ko'p kuzatiladi bu narsa. Va yana bir ta'sir qiladigan tizim bu gormonlarni bevosita kuchli ta'sir qiladigan tizim bu yurak qon tomir tizimi.
yurak qon tomir tizimiga ham ta'sir qiladi va shuning oqibatida ayollar qondan qolgandan keyin o'sha klimaks davri keldi. Qondan qolgandan keyin juda ko'pida qon bosimi oshadigan bo'lib qoladi. Bu narsalar ham hammasi bevosita gormonlar ta'siri ostida bo'ladi. Aysbergni bilasizlar. Aysberg deganimiz bu muz tog', bu suvlarda bo'ladi, okeanda suvlarda bo'ladi. Katta muzlar ko'chib turib suvga tushadi-da, aysberg bo'lib suzib yuradi. O'sha Titanic degan kema ham aysbergga urilib ketib halok bo'lgan. Ya'ni halokatga uchragan. Aysberg degan narsamizda endi men buni eslashim bekorga emas. Aysbergni uchi suvdan biroz chiqib turadi. Mana suv ustida muz kelyapti ozgina, lekin aysbergning tagi asosiy qismi tagida bo'ladi, suvning tagida. Taxminan 5-10% qismi chiqib turadi xolos. Mana bizning qishloqda keladigan aysberg turgan bo'lsa, tagida bizning qishloqqa 10 barobar keladigan yoki bizning tumanda keladigan muz bo'ladi. Buni o'sha suvda yuradigan kemachilar juda yaxshi biladi. Shuning uchun uzoqdan aysberg ko'rsa ham yaqinlashmaydi. Buni eslashimga sabab klimaks ham xuddi shunaqa aysbergga o'xshagan kasallik. Ya'ni aysbergga o'xshagan deganim ayolning qizishi, bu ozgina diqqatni buzilishi, ozgina xotirani buzilishi, bu narsalar aysbergning uchi xolos. Ya'ni bizga ko'rinib turgan joyi xolos. Aslida tagida juda katta muammo yotadi. Tagida juda katta muammo deganimiz haligi narsalar: suyakning mo'rtligi, qon ivish tizimining buzilishi, yurak qon tomir kasalliklari, miya bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar, jiddiyroq kasalliklar. Hindlarda Black degan kinosi bo'ladi, Zulmat degan, kim eslasa. Haligi Amitabh Bachchanning shogirdi bo'ladi, sal aqli noqisroq qizcha bo'ladi. Buni tarbiyalab oxirida o'sha Amitabh Bachchanning o'zi ham, o'sha qahramoni ham kasal bo'lib qoladi. Ya'ni ruhiy kasallikka chalinadi. Xuddi o'sha narsa Alzheimer kasalligi, o'sha kasallik. Kim qiziqsa ko'rsa bo'ladi, juda qiziq, yaxshi kino. Zulmat degan kino, o'zbekchasi ham bor, shu payt tarjima qilingan. Alzheimer kasalligi deganimiz o'sha narsa. U ozgina diqqatni buzilishi boshqa, bu yengil, juda yengil shakli. O'sha holatgacha borishi mumkin. Ya'ni aysbergning pastidagi muammolar shu qadar jiddiy bo'lishi mumkin. Siydik tutishi, oral sohasidagi muammolar kiradi buning ichiga. Hozir aytgan narsalarim, ya'ni suyak tumorligi, yurak qon tomir tizimi, yurak qon tomir tizimi kasalliklari deganimiz bu infarkt va insultlar. Qon bosimining oshishi, bosh miya insultlari, miyokardni, ya'ni yurakning infarktlari. Bu narsalarning hammasi jiddiy kasalliklar hisoblanadi. Shuning uchun ham klimaks bo'ldimi davolanish kerak. Agar davolanmagan bo'lsangiz yoki davolanolmagan bo'lsangiz yoki davolanib shifo topmagan bo'lsangiz, u yoki noto'g'ri davolanish bilan bog'liq yoki o'sha shifokor tavsiyasi noto'g'ri qilib turgan bo'lishingiz mumkin. Umuman mana shular bilan bog'liq. Klimaksning davosi ko'pincha ZGT deymiz, o'rinbosar gormonal terapiya degani bu shunaqa qilinadi, ya'ni gormon bilan davolanadi. Endi ba'zi ayollarda shunaqa qo'rqish bo'ladiki, gormon ichsam semirib ketaman deydi, gormon ichsam o'rganib qolaman deydi yoki gormon ichsam qandaydir o'sma kasalliklarini rivojlantirib yuboradi deydi. Bu narsalar noto'g'ri. To'g'ri, gormon ichsa semirish mumkin, yiliga 1-2 kilo. U ham gormon ichishni to'xtatgandan keyin o'z o'rniga qaytadi. Bu gormonlarga o'rganib qolish bo'lmaydi, bemalol uzoq vaqt ham ichish mumkin va uchinchisi qandaydir o'sma kasalliklar o'stirib yuboradigan xavotir ham bo'ladi. Birinchidan gormonni sizga tavsiya qilishdan oldin unga tekshirib olinadi. Ya'ni unga markorlar dedi, o'sha narsalarga tekshirib olinadi. Ikkinchidan klimaks uchun biz 2 xil gormon beramiz, ya'ni ZGT deganimiz o'rinbosar gormonal terapiya. Bunda bevosita o'sha tabiiy gormonlar beriladi. Bu holatda to'g'ri o'sha narsalarni o'stirishi mumkin, ehtimoli bor. Lekin undan oldin tekshirib olinadi, yana hurmat etyapman. Tekshirib olinadi, mumkin bo'lsa beriladi, mumkin bo'lmasa berilmaydi. Va ikkinchisi koklar ham berish mumkin. Sababi gormonlarda klimaksning eng asosiy nimasi nima deydi? Sababi bu gormonlarda bir tekis chiqmasligi. Bir oshib, bir kamayib hamda o'ynab turadi. Shuni joyiga olib kelinsa, o'z-o'zidan yo'qoladi haligi belgilar. Shuni joyiga olib kelish uchun koklardan foydalansak bo'ladi. Koklar deganimiz kombinirlangan oral kontraseptivlar. Bulardan foydalanadigan bo'lsak, bular aksincha to'mnon yetishmovchiligini yo'qotadi. Bular tarkibida progesteron tutganligi sababli hozirda aniqlanganki,
o'sha progesteron ichib yurgan ayollarda, uzoq vaqt ichib yurgan ayollarda tuxumdon raki, bachadon bo'yni raki, bachadon raki, sut bezini raki, mana shunaqa kasalliklar sezilarli darajada kamroq uchrashi aniqlangan. Shuning uchun ham bu narsalardan qo'rqmasa bo'ladi. Va yana bir marta ta'kidlab o'taman, Klimix bo'ldimi, bezovta bo'lyapsizmi siz? Albatta davolanish kerak. Sababi sizda bezovta qiladigan narsalar bu aysbergning 3 xolos. O tagidagi katta muammolarni yo'qotish uchun davolanish kerak bo'ladi. Bu mavzu bo'yicha asosiy aytadiganim shulardan iborat. Yana qanaqa savollar bo'lsa, sharhlarda qoldirsang, sekin vaqt topib, imkon topib gaplashib o'taveramiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz, yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lib turasiz. Omon bo'ling.